bo'laman. Qo'limda papkamni ko'tarib maktabga shoshilaman. Yo'limda do'stlarim bilan ham salomlashib yana yangi bilimlarni olishga oldinga intilaman. Yo'limda do'stlarim bilan ham salomlashib yana yangi bilimlarni olishga oldinga intilaman. Men boraman yorug' yo'limdan orzularim sari. Men bilaman chuqur bilimda baxtli hayot sari. Men boraman yorug' yo'limdan orzularim sari. Men bilaman chuqur bilimda baxtli hayot sari. Gohi shirin xayol bilan bog'imizni kezaman. Qo'limga qalamni olib Onam kabi mehribon, vatanim O'zbekiston. Bag'ringda yashayman jon, orzularim bepayon. Tillarda afsonasan, boshimda parvonasan. Onajon O'zbekiston, dunyoda yagonasan. Ona yurt jannat makon, bolaligimiz shodon. Quchog'ingda yayraymiz, onajon O'zbekiston. Ona yurt jannat makon, bolaligimiz shodon. Quchog'ingda yayraymiz, onajon O'zbekiston. Bog'ingda bir g'unchaman, sen gulga to'lgan chaman. Vatan bir kun ulg'ayib, osmonlaring quchaman. Momomning etagisan, quyoshning yuragisan. O'zbekiston o'zbekning umidi tiragisan. Ona yurt jannat makon, bolaligimiz shodon. Quchog'ingda yayraymiz, onajon O'zbekiston. Ona yurt jannat makon, bolaligimiz shodon. Assalom mehmonlar mo'tabar suyuk. Assalom ustozlar nomlari buyuk. Assalom otalar vaqtim posboni. Assalom onalar fidoi joni. Assalom bolajon iqboling porloq. Bugun ilk bayramga yetgandir quvnoq. Sizlarga aytayin bir shirin tilak. Savodxonlik bayrami bo'lsin muborak. Assalom ona yer saqiy quyoshim. Assalom tabiati go'zal sirdoshim. Assalom hurmakon nurli bo'stonim. Assalom onajon O'zbekistonim. Assalomu alaykum qalbi amudek toza. Dillarda mehr daryodek jo'shib turgan ota-onalar. Qadrli ustozlar va aziz o'quvchilar. Barchangizni bugungi dilbandlaringizning shodligi bo'lgan savodxonlik bayrami bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Mana bugun qish faslining 21 dekabr kuni 2017-yilning so'nggi kunlari. Fasllar o'sha 2018-yil ham eshik qoqib kelmoqda. Siz azizlarni yangi 2018-yil bilan maktab ma'muriyati tomonidan tabriklaymiz. Yangi yilda sizlarga uzoq umr, bolajonlarga baxtli davron, porloq tole va nurli kelajak tilaymiz. Endi esa ana shu tantanani ochish, yoshlarni qutlash uchun so'zni maktabimiz direktoriga beramiz, marhamat. Hurmatli ota-onalar, aziz o'quvchilar, hammangizni kelib kelayotgan yangi 2018 yil bilan tabriklaymiz. Birinchilar sinfimizni ramziy ma'nodagi
kechki soatxonlik bayrami, ya'ni Alifli bayrami bilan tabriklaymiz va bu Alifli bayramini ochiqda e'lon qilamiz. Rahmat. Rahmat. Keling azizlar, endi bolajonlarimizni sizlarga o'z bilim va san'atlarini namoyish qilsalar, siz esa mirqib tomosha qilsangiz. Marhamat. Yuzlarda tabassum band urib turibdi. Barchangizni bayram shukuhi tark etmasin. Bu bolalar 4 oy muqaddam maktabga birinchi marta qadam bosib kelgan edilar. Bilimlar mamlakatida bemalol yurish uchun harf tanimoq, o'qish yozishni bilish zarur. Qani, ko'raylikchi, bolalar harflarni tanishganmikan? Bilimlar mamlakati boshlayar alifboda o'qishda bor bizlarning alifboda. Alifboni o'rgangan bolalar jim turmaydi. Harflar tilga kirib, odamlarni so'zlaydi. Men Adirman, ko'p narsaga qodirman, qor bor so'zlarga ko'ra yasadim qora.
Neşetki öğreni, etse durup yürürdü. Ünlü kaş mertbeli, uykusunu döndürdü.